Aka, bitta narsani men tushuna olmayapman. Bu fermaga mana bunaqa ikkita katta osh damlaydigan qozon nimaga kerak? Shunaqa sharoit qilingan endi aka. Bu mollarga ovqat pishirishga 300 litrlikdan ikkita, endi mana yonini ko'targanim hisobiga 500 litrlikdan hisob bo'ladi. Ha, bo'ldi. Shuni qozondan teparoq chiqqaniga, xullas bu yerda o'sha mollarning ovqati pishirib berish kerak bo'ladi. Ani o't, xashay, somon berib. U ham beriladi, undan tashqari bu. Zo'r qurishgan ekan, akkuratni. Shu mana 5 qozondek qurgan bolalar qurishgan, usta bolalar. Katta qozonlarni qurgan. Shu bolalar qilib berishgan, baraka topsin. Shu chugunli qozon ikkovi ham, aka. Chugunli yaxshi, ani erib ketmaydi, bir narsa bo'lmaydi, ko'p yil xizmat qiladi, ha. Bo'ldi. Bitta endi ekskursiya qilib, ko'rsatib, tushuntirib. Xo'p, bu bizning fermamizning orqa tarafida turibmiz. Bu yerda o'sha ovqat-poqatlarni tayyorlaydigan joy. Keyin mana bunaqa bizning zdaniyamizda shunda bizda ikkita bu yerda, to'g'rimi? Ikkita, ha, 60 ga 12. Uzunligi 60, eniga 12. 60 ga 12 dan ikkita. Ikkita. Bitta mollar tushadigan joy. Qo'y boq bo'lmaydi bu yerda. Boqsa bo'ladi, ozgina o'zgartirish. Bu aslan mol bilan otga moslashtirilgan. Mol bilan otga, qo'yga periodika qilish kerak. Ozgina o'zgartiriladi. Tushundim. Men nomerlarni ko'rdim, 98 ekan eng oxiri. Eng oxiri 98, shunaqa. 98 ta mol ketadi, bitta boksga shunda. Xo'p, u ham bu ham mayli. O'choq qozon qilib qo'yganingiz ham mayli. Mana nima bu ventilyator? Ventilyatsiya mollarga qilingan, endi sharoit qilib, klimat kontrol qilingan. Yozda rosa salqin bo'ladi, tom sendvich panel. Bunaqa issiq ketib, qizib ketib, bunaqa issiq bo'lmaydi, salqin bo'lib turadi. Ventilyatorni yoqib qo'yiladi. Hammasi metallichskiy. Shuncha ishlaydi. Konditsioner qo'yib yubormabsiz. U ham bo'lib qoladi. Qoladi, xudo xolasa. Xo'p, tushuntirib bering. Bu yem tashiydigan qilingan. Oxirla qilingan. Bu suv. Suv, mana suv o'zi bu artizandan chiqqan suv o'zi keladi. Hozir mana. O'shanda birato'la bitta ko'rsatgan. O'shanda bitta yoqqanda hammasiga suv ketadi. Hamma yoqqa suv ketadi. Bu yoqqa hamma tomonga alohida montaj qilingan. O'shanda ovqatini ham yuvib ketadimi? Yo, ovqatini o'zi qoldirishmaydimi? Yo'q, endi ovqat bergandan keyin, ozgina vaqt o'tgandan keyin suv beriladi. Shu kechgacha turadi keyin. Suv turaveradi. Keyin tepada mana bu yerda kran qo'yilgan. Mana hozir suv ochganimizda chiqib ketdi-yu. Suv kerak emas bo'lsa, kranni ochasiz, chiqib ketadi. O'zi chetida u yoqda ariqlari qilingan. Shunaqa. Sliv chiqib ketadi. Suv tursin desiz, yopasiz, turadi suv. Bo'ldi, tegidan yopib qo'yasiz, suv turaveradi, ochib qo'yasiz, chiqib ketadi. Slivimiz bu yerda nima bizda? Xo'p, bu sliv nimaga u yoqda o'ra qilingan 12 metrlikdan u boksga ham bu boksga ham alohida o'ra qilingan. Axlatiga. Axlat CDga chiqib ketadi. Axlatiga alohida yama qilingan. Alohida yama, uni ham tortib olib pishiradi. Uni ham xolisi texnikada, xolisi qo'lda, unga ham yuraveradi. Yaxshi. O'zini suvi ketishi? Suvi ketishi mana shu latok bilan chiqib ketadi. Mana shu latok bilan chiqib ketadi. Mana nima turgan bu arava? Bu arava emas, taroz aka, bu 2 tonnali. Masjidga molni olib kirib, yangi bu ham mashinada tortiladi. Bu ham qoladigan narsa, yangi taroz 2 tonnagacha tortadi. Hozir to'shni bilmayman, taxminan shu 7-8 million atrofida turadi. Yaxshi pul turar ekan-da bu. Xo'p, mana birinchisi bu. Birinchi boksimiz bu. Ikkinchisi bu. Xo'p, keyingi narsalarni ham tushuntirib o'ting. Bu yerda nima? Mana shu yama qilingan axlatiga, ro'nga. Bu yoqdan xolisa mashina qo'yadi tashqaridan. Xolisa bu yoqdan ekskavatorda ortsa unaqasiga ham yuradi. Bu yerda mana bu yerda 12 metrli mana CD yama. Bu alohida. Mana bu yerdan ham turbadan keladi, masjiddan shundan tushadi. Uniki alohida. Yomg'ir suvlariga aro qilingan butun territoriya bo'yicha. Bu yoqdan bu suvga qarab chiqib ketadi. Bu katta mashina kiraverishiga sharoitlari qilingan. Bemalol katta mashina kiradi, darvoza ham baland. Ichkarida razvorit qilib chiqib ketadi. Xo'p, tushundim. Bu yerda dam olish xonasi. Bu yoqda bolalarga dam olish xonasi, bu yoqda kuxnya, bu yoqda endi odamlarga xona qilingan, bitta xonalari bor. Kabinet. Bu yoqda kabinet alohida bu yoqda. Bolalarga yotishga joy, bu yoqda alohida kotelning, hojatxonasi alohida. Xullas, hammasiniki alohida qilingan. Yaxshi, gap yo'q. Mehrni zo'r berib qo'yibsiz. Lokatsiyani bitta tushuntiraylik. Lokatsiyachi qanday tushuntiray? Mana Bo'zsuv deyiladi bu yoq. Bo'zsuv qishlog'i. Toshkent viloyati, Toshkent viloyati Bo'zsuv Tuyabog'iz mahallasi. Tuyabog'iz mahallasi. Endi orientirni tushuntiraylik. Masalan, Solnishiydan keldik. Solnishiydan taxminan shu 5-5,5 kilometrlar atrofida. Joyimizgacha. Xo'p.
ya'ni ipodrom Abu Sahiy posti erkin postdan hisob qilsak, shunaqalar atrofida chiqadi. Xo'p, tushundim. Joyi lokatsiyani aytdik. O'zi 40 sot, xo'p. 40 sotu jiloy. Hujjatlari xonadon hisobida. Devorlarimizni hammasi bizaniki alohida. Alohida 4 ta devorni biz o'zimiz alohida ko'targanmiz. Bu ishlaki bloklar ham hammasini zakazga qilingan, bozorda yo'q narsa, aka. Katta zakaz qilib, kutib, keyin qurilgan narsalar. Xullas, mehr maksimal darajada kichkina detaligacha qilingan. Yemxonalarimiz bor, skladlarimiz. Bu yerda yemxona 3 ta yemxonamiz bor. Xo'p, 7 ga 7 katta boks qilingan, undan tashqari siliska yami qilingan. U necha tonnali? U 500 tonnali, 30 ga 8. 30 ga 8 500 tonnali. Undan tashqari bu yoqqa svet tortib olib kelganmiz, yangi yo'l liniya. Alohida talbalar bilan transformator qo'yganmiz 40 talik. Zangata liniya, u ikkinchi liniyamiz. Undan tashqari suv tortilgan, artizan suv chiqarilgan. Artizan suv chiqarilgan, alohida ichimlik suvi ham tortilgan. Vodoprovoddan keladi. Gaz tortilgan, gaz ham davleniyasi moshniy. Bu yerda kanalizatsiya lekin yo'q. Kanalizatsiya bor. Eshigimizdan bir 6-7 metr uzoqlikda. Lekin bu kerak emas bo'lmaganiga bu yoqqa kerak emas hamma narsa. Xullas hamma kommunikatsiya bor ekanda-ya? Hammasi qilingan. Bo'ldi, aka ko'rdim, gap yo'q, вообще yorvoribsiz. Juda chiroyli, mehr berilgan. Lekin 700 ming qo'ya olmayman, aka. Kelishtirib bermasangiz bo'lmaydi. Sharoit joyini kelishtirmasangiz bo'lmaydi. Nech pul qo'yamiz? Men yomon aytmadim lekin. Bilaman. Ana hamma hisob-kitobingizni misol uchun, ana svetlarni tortib kelganlaringizdan bilaman, u oson ish emas. Kelgan odam bitta mix ham qoqmaydi, tayyor joy, aka. Shunday ertadan boshlab olsa bo'lar ekanda, mol olib kirib, tayyor joy. Boqursa bo'ladi. Keyin aytgancha, bu aka faqat chorvadorlarga emas, bu ishlab chiqaruvchilarga ham, ishlab chiqarishga ham katta uzun liniyalarni qo'yishga, uzunligi 60, enigi 12. Hamma sohaga yuradi. Liniyasi agar uzunasi 60 metr bo'lsa, joylasa bo'ladi. Tushadi. Холодильникga ham, skladga ham, ishlab chiqarish, chorvador hammasiga yuradigan joy. Tushundim. Zo'r. Gapdan qaytmaylik. Aka, 700 ming qo'ymayman, kelishtirib bering. Mayli, kelishsa endi bu narsa qilib berarmiz, aka. Nech pul? 690 ham qo'ymayman, 680, 670 qo'yamiz. Kelishadi, yana ozgina o'tib berasiz. Ozgina sunnatiga o'tadi. Sunnatiga ozgina o'tiladi, bo'ldi. 670 deb hammaga azvuchit qilamiz. O'zingizni nomeringizni yozib qo'yaman, o'rta kashsiz. Murojaat qilishadi. Xuddi mana bizani hozir aylantirdiz-ku, xuddi shunaqa ekskursiya qilasiz. Bo'ldi. Akamlarning nomerini yozib qo'ydim, murojaat qilaverasizlar.